madaniyat va ma'naviyat. Xalqimizning qadim o'tmishdan buyon e'zozlab kelayotgan shunday qadriyatlari, an'analari, urf-odatlari borki, ular go'yoki mana shu ijro etilayotgan qo'shiqlar ichida yashayotganga o'xshaydi va ana shu asrlar davomida bizni va biz e'zozlab kelayotgan xalqimizning umrboqiy qo'shiqlari, raqslari, ohanglari, xalqimiz orasidagi o'sha qo'shiqlarning orasidagi qochiriqlar, bularning hammasi bizning nechog'lik qadim madaniyatga ega bo'lganligimizdan, qadim san'at egasi bo'lganligimizdan va qadim shu xalq ekanligimizdan anglatib turadi. Bugun Boysun bahori xalqaro festival o'tadigan mana shu katta bir maydonda shu darajada chiroyli festival tashkil etilganki, Tandir festivali deb ataladi va bu festivalda yurtdoshlarimiz o'zlarining o'sha ijro etayotgan kuy va qo'shiqlarida hamda ohangrabo o'sha qo'shirimlarda ham mana shu bugungi festivalni yanada ko'tarinki ruhda o'tkazishga harakat qilishyapti. Biz Zafar Bekjonov, Sobir Shohimardonov, Shuhrat Qodirov bilan birgalikda ana shu Boysunda o'tkazgan katta festivalni yoritish va xalqimiz ongiga, xalqimiz shu tafakkuriga, xalqimizning shu e'tiboriga havola etgani kelganmiz. Bizni kuzatib boring. 5 kun davom etadigan festival har qachongidan ham qiziqarli va juda ham chiroyli bo'lyapti. Bir necha daqiqadan keyin mana shu yerda o'sha tandirlarga yopilgan, yer tandirlarga yopilgan tandir go'shtlar, tandir kaboblar chiqadi va bular haqida ham sizlarga alohida reportajlar tayyorlaymiz.